Hammaga salom. Bugun sizlar bilan men qo'ziqorinli tovuqli va pepperoni pitsalarimizni retseptini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qani ketdik. Buning uchun biz 2 stakan sutimizni solib olamiz. 2 ta tuxum, shakar, eritilgan margarin, drojani solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Oz-ozdan un solib, aralashtirib, xamir holatiga keltirib olamiz va xamirni tindirishga qo'yamiz. Xamirimiz pishguncha ichiga nachinkalarni tayyorlab olamiz. Tovuq, kolbasa, qo'ziqorin va bir dona piyozimizni to'g'rab olamiz. Sirimizni tyorkadan chiqarib, keyin sousini tayyorlaymiz. Mayonezga ketchupni aralashtirib, ozgina tuz qo'shib, mana shunaqa holatga keltiramiz. Bu orada xamirimiz ham pishib chiqadi. Biz ikki bo'lakga bo'lib, ikkita pitsa uchun ikkita zuvala qilib olamiz. Bitta pizzamiz uchun piyoz, tovuq va boyga tayyorlagan sousimizni solib qovurib, qo'ziqorinni solib, yana qovuramiz. Va bu orada zuvalarimiz ham tingan bo'ladi. Bitta zuvalani olib, dumaloq qilib yoyamiz va sousimizni surib, ustidan sir sepib, kolbasalarimizni terib, yana ustidan sir sepib, yana piyoz sochib olib, ikkinchisini tayyorlashga o'tamiz. Ikkinchisiga ham xuddi shu usulda sous, piyoz, sir, ikkinchi pizzamiz uchun tayyorlagan nachinkamizni pizzani hamma yog'iga chiroyli qilib solib chiqamiz. Qolgan ozgina nachinkani birinchi pizzamizning ustiga sochib olamiz. Endi birma-bir duxovkaga qo'yib pishirib olsak ham bo'ladi. Mana pizzamiz ham tayyor. Yoqqan bo'lsa like va komment kutaman. Hammaga rahmat, menga obuna bo'lib qo'yinglar.